Qutlug' Olloh oti bilan, barchaga sog'lik tilash bilan men Fahima Sulton. Xo'qand turklarida adabiy muhit qanday bo'lgan? Ushbu so'roq bilan qiziqsangiz, javob uchun videoni ko'rib chiqing. Maqola unvoni yo sarlavhasi Xo'qand adabiy muhitida xotinlarning yeri. Dilshod Barno va Muhojirin tarixi asari o'rnagida. Maqola chop etilgan jurnal yo majalla Turk dunyosi arashtirmalari yo tadqiqlari jurnali. 131-jild 259-son 2022-yil 309 va 326-safhalar arasi. Maqola yozuvchisi Zebunniso Kamolova. 19-yüzyilning boshlarida Turkiston sohasida yashangan siyosiy krizlar va ekonomiy tushishlarga qaramay, adabiyot va tarix yozuvchiligida yuksalish ko'rinib, Xo'qand xonligida adabiy bir ekol shakllangan. Boshqaruvchi tabaqaning himoyasi, siyosiy kuchning moddiy va ma'naviy yordami bilan kelishgan Xo'qand adabiy muhitining eng asosiy o'zalliklaridan xotin shoirlarning, adiblarning va tarixchilarning-da sotsial va kulturiy yashamda aktiv o'laroq faoliyat ko'rsatishlari edi. Tarixi muhojirin asarida Dilshod Barno 19-yüzyilning oydin xotinlarining kulturimizdagi yeri va ahamiyati haqida bilgi berib o'tadi. Kirish. 19-yüzyil Turkiston jo'grafiyasida Amir Temur davlatining davomi ayni siyosiy ko'kdan kelgan idora shakli bilan bir-biriga o'xshagan 3 davlatdan birtasi bo'lgan Ming xonadoni tomonidan boshqarilgan. Ularning boshqaruvida Xo'qand 1709 va 1876-yillari arasida mintaqada jo'g'rofiy boqimdan buyuk to'proqlarga ega bo'lgan. Xo'qand adabiy muhitining shakllanishi natijasida bir qancha tarixiy kitob va adabiy asarlar Xo'qand xonlarining yordami bilan yaratilgan. Xo'qand xonligi Umarxon davri, ya'ni 1810 va 1822 arasi va Muhammad Alixon davrida, ya'ni 1822 va 1842 arasida adabiyot, kultur va san'at sohasida oltin bir chog' yashamish. Mintaqa siyosiy ma'noda cheklanishiga qaramay, kulturiy ma'noda yuksalish ko'rsatgan. Bu davrda yozilgan asarlar ko'pincha chag'atoy turkchasi va forscha bo'lib, unda xonlik o'tmishining qaптolida Turkiston tarixiga da oydinlik kiritilgan. Yaratilgan asarlar boshqa xonliklarga qiyosan son o'laroq ancha ko'pdir. Bu asarlarning ko'pginasida davrning tarixiy gerçeklarini, siyosiy ta'sir ostida qolaroq mavjud hukumatlarga yondosh yo muxolif o'laroq belli bir qolipda yozilgani ko'rinadi. Ushbu maqolada yozuvchi davrning siyosiy, ijtimoiy va kulturiy o'zalliklarini ko'rib chiqishni amaçlagan. Xo'qand adabiy muhiti. 19-yüzyil boshlarida Xo'qand, ya'ni Umarxon davrida tamallari otilgan va ket-keta kelishgan va rivojlangan adabiy oqim xonlik markazida adabiyot va tushuncha muhitini o'rtaga keltirgan. Amiriy mahlasi bilan she'r yozgan, adabiyot va bilim savdolisi bo'lgan Umarxon tegarasida farqli shaharlardan kelgan shoirlar va adiblarning borligi bu ekolning ravojiga katta ulush qo'shgan. Xonning she'rlari divon oti bilan bir to'plamda yig'ilgandir. U divonida qanday va qaysi mavzular bo'yicha bilimdonlar bilan olib borgan so'zlashuvlari haqida yozgan. Muhammad Alixon davrida ham bu adabiy muhit davom etgan va ko'pgina asarlar yozilgan. Xo'qand xonligining so'ng hukmdori Xudoyorxon davrida anarxik harakatlar, taxt urushlari xalqning huzurini buzgan. Xo'qand xonligida Muqimiy, Zavqiy, Gulxoniy, Mahmur, Zokirjon Xol Muhammad o'g'li Firqat, Fazli Namangoniy, Nadim, Nisbat, Muhayyir kabi adabiy shaxsiyatlar yetishgan. Tarixchilardan ot tutsak, ular Mirzo Olim Musharrif Xuoja, Ovoz Muhammad Attor. Xo'qandda o'z etki va ta'sirini qoldirgan xotinlar da bor. Siyosiy sohada borligi bilan, bilim va san'at himoyachiligi bilan, saxovati bilan eng o'ngda kelgan hukmdor rafiqalari.
jasorat vatansevarligi bilan tanilgan dodxohon o'rtasida faoliyat ko'rsatgan xotinlar, xonlik tarixini yozganlar, davrning ruhini misralarga tizgan shoirlar. Qo'qon xonligining saxovatli prinsessi deb bilingan Shoruxbekning yo'ldoshi Nozik bibi, boshqa oti bilan Nozikoyim, o'sha xotinlardan biridir. U davlat qurilishida Shoruxning eng katta himoyachisi bo'lgan. Shohning o'limidan so'ng Qo'qonning janubiy qismatida otiga qurilgan saroyga borib yashaydi. Saroy tegarasidagi ekin-tekin qilinadigan yerlarni ehtiyoji bo'lganlarga topshiradi. Qishloq qizlari uchun maktab ochib, o'qishlarini sog'laydi. Bir yatimxona qurdirgani ham qayd etilgan. Bu saroyga asosan qurilgani uchun qishloq Oyim qishloq deb atalgan. Yana bir shaxsiyat bu Zuhra oyimdir. Minglar oilasiga bog'liligi uchun xalq unga Ming oyim degan. U o'ziga jihiz o'laroq berilgan yerlarni xayr ishlari uchun ishlatgan. Qizlarga maktab ochib, o'qishlariga vasila bo'lgan. Masjidlar, madrasalar, qabristonliklar tuzatgan. Nozikoyimning nabirasi bo'lgan Ming oyim meros olgan yerlarini joyi va zamini bo'lmagan kishilarga bo'ldab bergan. Andijon valisi Rahmonqulbekning qizi Nodira begim Qo'qonning shoir va oydin kishilaridan va taxt egasi Umarxonning siyosatda ham, adabiyotda ham yo'ldoshi edi. Uning xonlikda ta'siri ancha katta bo'lgan. Bu davrda xotin haqlariga unum berilgan. O'qish, yozish o'rganishlari uchun maktablar, madrasalar va kurslar yo'lga qo'yilgan. Otin oyilar oti bilan xotinlar va qizlarga qishloqlar va mahallalarda dars berish uchun ustozlar tarbiyalangan. U da o'z merosidan qizlarning o'qishiga va ijtimoiy faoliyatlariga dastakchi bo'lgan. Ko'proq adabiyot va tarix sohasida kelishgan Qo'qon adabiy muhitidagi xotin shoir va yozuvchilar Turkiston tarixi va turk adabiyoti uzra yozgan asarlari. Albattaki, qiz bolalarga berilgan ahamiyat, qiz maktablariga berilgan bilgi va tushunchalarning natijasi edi. Qaптolida bu muassasalarga qaratilgan moddiy va ma'naviy yordamlar. Qo'qonda ikki guruh adib faol bo'lgan deb ayta olamiz. Birinchi guruh bu saroyga yaqinligi bilan bilingan shoirlar va adiblar. Ular ko'proq madihalar yozganki, davrning qanday bo'lganiga doir fikrlar bera oladi. Ikkinchi guruh esa xalqning dardini, orzu va istaklarini qalamga olgan shoirlar va adiblardir. Qo'qon adabiy muhitida xotinlarning ahamiyati. Qo'qon adabiy muhiti va madaniy hayotining Turkistondagi boshqa davlatlardan farqli bir o'zalligi xotin shoirlar, adiblar va tarixchilarning sotsial va kulturiy hayotda aktiv faoliyat ko'rsatganlaridir. Uvaysi, Nodira, Zinat, Anbar otin, Mahzuna, Zeybinniso, Nozik xonim kabilardan ot tutish mumkin. Qo'qon saroyi Umarxon va Nodira begim yo Mohlar oyimning moddiy va ma'naviy himoyasi bilan butun mintaqalardan kelgan shoirlar va adiblarga muqaddas makonga aylangan. Nodira Jahon otin Uvaysini o'ziga ustoz bilib, adabiyot va she'rda undan bilim olgan. Qolaversa, xotin shoirlarning yetishtirishida, asarlarining tazkiralarda o'rin olishiga, she'rlarini devon shaklida tartib etilishida unumli rol o'ynagan. Nodira Maknuna va Komila maxlaslari bilan she'r yozgan Mohlar oyimning asarlari hali ham darsliklarda ko'zga tegadi. Turkiston to'proqlarida Qo'qon adabiy muhiti kabi bir ekol bo'lmagan. 15-yüzyil Chag'atoy adabiyotining cho'qqiga yetgani davr edi. Hirot markazi Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur davrida adabiyot, san'at va madaniyatning raqibsiz yeri bo'lgan. Navoiy Majolisi Nafois asarida 400 dan ortiqcha shoir otiga yer bergan. Biroq hech bir xotin otini uchratmaysiz. Faqat Boburiylar oilasida shoir va adib xotinlarni uchratish mumkin. Boburning 3-qizi Gulbadan begim Humoyunnoma asari bilan birinchi xotin tarixchi o'laroq turk tarixida unumli yerga ega. Yana Jahonoro begim, Zeybinniso begimlar da kulturimizda muhim o'ringa egadir.
Xo'qand muhiti xotin adiblar boqimidan Hirotni o'tgani ko'zga tashlanadi. Dilshod Barno hayoti va faoliyati. Tarixchi va shoir Dilshod Barno Xo'qand adabiy muhitida yetishgan xotinlardandir. Hayoti haqida o'zi asar yozib qoldirgan. U ayrim paytlar Buxoro xonligi va ba'zan Xo'qand xonligiga bog'liq bo'lgan O'rtepadagi Mirmushoq mintaqasida dunyoga kelgan. Otasi Rahmonqul shoir, tabiatli va bilimli inson bo'lib, Dilshod birinchi ta'limini undan olgan. 1816-yilda O'rtepa Xo'qand xonligiga bog'lanadi. Urush asirlari Xo'qandga keltiriladi. Ulardan biri Dilshod edi. Shoir bo'lgani aytiladi va xon harramiga chaqirtiradi. Umarxon sufrada o'ltirgan va anorga barmoq bosib, u nima ekanini Dilshoddan so'raydi. Dilshod ichida urushlardan sababli o'pkali bo'lib, ichini qon bilan to'ldiribsan deb javoblaydi. Umarxon bu so'z bilan uni qamoqqa tashlaydi va ancha vaqtdan so'ng qamoqxona soqchisi Dilshodning shahardoshi bo'lgani uchun qochishiga yordam etadi. Boshqa bir mahallada bir masjid mullo imomining uyiga yashirin qoladi. Keyinchalik u bilan turmush quradi. Imomning 80 yoshidagi onasi mahalla qiz bolalariga dars berardi. Dilshod ham qaynonasi bilan u yerda dars berishga boshlaydi. Bu kabi maktablarda qizlarga o'qish, yozish yonida diniy bilimlar, klassik adabiyotchilar va ularning asarlari da o'rgatilar edi. 2 o'g'li va bir qizi bo'lgan Dilshod 100 yildan ortiq yosh ko'rgan. Shoir 54 yillik faoliyati oqimida 819 qizni o'qitgan. Ta'lim tizimi u davrda o'rta chog' an'analariga tayanar edi. Darslar chag'atoycha va forscha bo'lgan. 200 ga yaqin madrasa, 6154 masjid, 1709 maktab, 235 qiroatxona mavjud edi. Qabtolida Xo'qand, Marg'ilon va Andijon shaharlarida 6 yahudiy maktabi 220 shogird bilan faol edi. Tarixchi Bobobekov 19-yüzyilda Xo'qand xonligidagi o'qish yozish foizini boshqa mintaqa hukumatlariga ko'ra yuksak bo'lganini tilga keltiradi. Dilshod Navoiy, Uvaysi va Nodirani o'ziga ustod bilgan. Barno chag'atoycha va forschaga 1000 dan ortiq g'azal yozgan. Uning 1969-yilda topilgan qo'l yozmasida 42 ta g'azali bor, ki bulardan 36 tasi chag'atoycha va 6 tasi tojikchadir. 17 ta g'azalida Dilshod, 22 ta g'azalida Barno mahlasini ishlatgan. To'plamda uning 91 ta chag'atoy turkchasi, 51 ta tojikcha yozilgan she'rlari bizga yetib kelgan. Uning 3 ta qo'l yozma asari bor. Forscha yozilgan Tarixchai Muhojirin, ikkinchisi chag'atoycha Sibotil Bashar mo tarixi muhojirin, ki bu birinchi yozgan kitobining tarjimasidir. Uchinchisi esa Tazkiraye Barno. Tarixi muhojirin asari. Bu biografiy bir asardir. Dilshod o'zini bu hayotda bir muhojir kabi ko'rgan. Asarda Xo'qand xonligining tarixi, Umarxon davrining voqealari va sosyal hayot yozilgan. Barno ilk forscha yozgan asarini keyinchalik chag'atoychaga yozgan. Tojikcha nusxasi Tojikistonning Ahmad Donish otidagi Tarix, arxeologiya va etnografiya institutida, chag'atoychasi esa O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar bo'limida saqlanmoqda. Har ikki nusxaning 10 qismlari yo'q bo'lgan. Asar 1816-yilda O'rtepada yuz bergan urushlar bilan boshlaydi. Voqealar oqimida ba'zan toponimik yer otlarining topilishiga sabab bo'lgan hodisalarday aytilgan. O'rnak uchun, kunimiz Farg'ona viloyatiga bog'liq Xonning shahri bu davrda urush asirlari bilan insho qilingan degan bilgilar bor. Asarda xonlikni ruslar tomonidan ishg'oli haqida ham yozuv mavjud. Tarixi muhojirinning tojikchasida 30 dan ortiq shoirning oti yozilgan. Maznuma, Xayrinniso, Umida otli shoirlarning Xudoyorxon saroyida adabiy muhitning a'zosi bo'lgani bildirilgan. Yana taniqli xotinlardan biri bu Anbar otindir, ki 200 dan ortiq qizni tarbiyalagan. Xo'qand xonligining aholisining to'plamsal xarakteri, kulturiy tizimi, insonlarning to'plamdagi roli, mas'uliyatlari va ta'siri haqida ancha bilgi bor.
Dilshod Qo'qonga kelgandan so'ng turkcha o'rgangan. 13 yil davomida chag'atoychani qaynonasidan yaxshigina o'rgangan. Bu shu ma'nodaki, u davrda maktablarda chag'atoycha tili hokim va dars tili edi. Barno o'zi saroy ichida ko'ringan bo'lmasa-da, u yerdagi faoliyatlardan ancha ta'sirlangan. So'ngich. Har to'plamning o'ziga o'zga qadriyatlari, ishonch va ijtimoiy o'laroq qabul ko'rgan an'analari bor. Turk xotinining biologik go'zalligi uning to'plamdagi roliga, siyosatga qo'shilishiga, adabiyot bilan bog'liligiga to'siq bo'lmagan. 18 va 19 yuzillarda Turkiston jo'grafiyasi ekonomik va politik o'laroq cheklangan bo'lsa-da, Sovet davrida iddao qilinganidek xotinlar adolatsizlik, tengsizlik va mehrsizlikka duch kelmagan. Teskarisiga olib, ijtimoiy butunlik ko'ringan. Xo'qand yolg'izgina xonlik va shahar oti bo'lib qolgan emas, balki turk adabiyoti tarixida o'z izini Xo'qand adabiy muhiti oti ostida qoldirgan. Hattoki so'nggi davrda urushlar va istiqrorsizliklarga qaramay borligini surdirgan. Ayrim yozilgan asarlar davrni haqiqiyligi bilan ochiqlamagan. Dilshod ayrim mavzularni xalq ko'zi bilan yozar ekan, ayrim yerlarda o'z hayotini anglatar ekan, bo'lgan zulmlarga nafratini yashira olmagan. Shunga qaramay, u realist va demokrat shoir sifatida tan olingan. Bu kunlik bizdan shuncha, yaxshi qoling.